hozir sizlarga давление nasosi krichatka korpusini uy sharoitida qanaqa qilib alishtirishni ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda mana отвертка tushadigan bo'liti, flyansi, обратный klapani, zaglушкasi, rashbaki и relesini yechib olamiz. Korpusni ochganimizdan keyin relaydan kelgan kabellarni aniqlab olamiz. Yig'ilgan holatida ishlash. 250 talik, 370 talik, 550 talik va 750 talik давление nasoslarga tushadigan korpuslarimiz bor. Video yoqqan bo'lsa saqlab qo'ying. Nero ishonchlisini va sifatlisini tavsiya qiladi.